Hozirda kadrda ko'rgan insonlaringiz ismlari Eral. 2003-yilda tug'ilganlar va ularda onkologichskiy boshlarida yiringlash, butun bosh orqa miyasi oqib tushgan. Sizlarga qanaqa video olishni men to'g'risi bilmadim, qanaqa tushuntirishni bilolmadim. Shu sababdan bor narsani shunchaki ko'rsatib beraman. Eralning uylari 2 xonali uy va bu uy ham aslida arenda. Ular kvartirada turishadi. Eralning ahvollari bugun juda ham og'ir. Tasavvur qiling, oddiy bitta mana shu joyingizni bitta tirnab ko'ring yoki shox bilan yoki nimadirlar qiring, qanaqa achishadi, qanaqa og'riydi. Bu insonni butun boshli orqa miyasi ko'rayotgan kadringlardagi orqa miya butkul oqib tushgan va buni og'rig'i endi tasavvur qiling qanaqa bo'ladi. Bu faqat so'zligini his qilish bo'lgan, so'zligini tushunish bo'lgan narsa. Lekin aslida buni og'rig'i, bu holat juda ham qiyin. So'z bilan sizlarga yetkazib berish, tushuntirish juda ham qiyin. Mana ko'rayotgan har biringizdan, hammalardan iltimos qilib so'rayman. Shunchaki befarq bo'lmang. Bir dona like, istoriya tarqatib qo'yish hammamizning qo'limizdan keladi. Hech kim bitta like bilan, istoriya bilan kam bo'lib qolmaydi. Qaytanga bu bosayotgan like'ingiz, bu tarqatayotgan ishingiz, bu istoriyalaringiz, bu duolaringiz kommentariyada bu insonga podдержка bo'ladi. Ya'ni quvvat bo'ladi va albatta ehsonning mukofoti ehson bo'ladi. Albatta inshaalloh o'zingizga qaytadi. Hozirda bizning Instagramimiz band bo'lib qolgani uchun bizning videolar rekka chiqmayapti. Juda ham ko'p kommentariyada reaksiyalar, duolar yozib tashlash kerak, videoni tarqatish kerak. Shuning uchun hammalardan iltimos qilibgina so'rab qolaman. Va barcha videolarni bizning Telegram kanalimizda hisobot qilib qo'yib boryapmiz. Hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmang. Tez orada biz Eral akani Hindistonga operatsiyaga olib ketmoqdamiz.